bildirdi, imtihon qildi. Mana bu narsa Qur'oni Karimda bizga bayon qilingan narsa. Bu yerda Yahudlarning to'qimalari asosida ular makkorlik bilan matbaalarga kirib, bizning Qur'onimizga shunday bir har xil rahnalar solishlik bilan mana bunday qilingan bayonlarga aldanib qolgan hozirgi vaqtdagi kishilar bu zalolatga ketadi. Shuning uchun biz to'g'ri bir tushunmoqligimiz kerak. Mana bu Qur'oni Karimning o'zini bayoni bizga. Bu yerda hech Davud alayhisalomni Alloh taolo ni'mal abdu innahu awwab, qanday yaxshi bandam bu deyapti. Allohga qaytuvchi, inobat qiluvchi bandam deyapti. Agar bunday amalni hali aytgan amalimizni 99 ta ayoli bo'lib bunday uning lashkar boshlig'ini jangga jo'natib, u o'lgandan keyin buni kiyimsiz holatda buni ko'rdi degan so'zni agar hayoti bo'yicha din bilan kurashgan odam qilsa ham martabasi pastlaydi uni. Bu Davud alayhissalom birodarlar, Allohning ulug' payg'ambari, Sulaymon alayhissalomning dadalari. Alloh subhanahu va taolo mening qanday yaxshi bandam deyotgan zot. Bu kishi Alloh subhanahu va taolo men bu kishiga hikmat berdim degan zot. Mana bu haqqiy narsani yozgan kishilar bilmasa istig'for etishlar kerak. Bilib yozgan bo'lsa dindan chiqishligida shak shubha yo'q birodarlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni ya bo'lgan odobimiz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadisi muborak bilan tafsir qilamiz. Sahobalar so'zi bilan tafsir qilamiz. Tobiinlar so'zi bilan tafsir qilamiz. Salaf-i solihinlar umuman shular tushungandek tushunamiz. Qur'onni ra'yimiz bilan tushunmaymiz. Xususan Qur'onni Yahudlarning to'qima isroiliyotlari bilan tushunmaymiz birodarlar. Bu xatar yo'l bu. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadisni, Qur'onni lafzini yu ma'nosini saqladi. Hadisi muborakni saqlab sahih hadislarni bayon qiladigan ulamolarni Alloh taolo yaratdi. Shuning uchun mana bu Qur'onning bizga bayoni. Bu biz shundan xulosa chiqaryapmizki, Qur'on bizga hidoyat bo'lib, har qanday ko'rinishlikda zohiri shunday bo'lgan zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lavermaydi birodarlar. Mana masalan bizning o'zimiz o'rtamizda juda ko'p kambag'al parvarlik bor. Chunki biz kambag'al parvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun doim haqiqat kambag'alda bo'laveradi? Bir odam haq badavlatdami, kambag'aldami bilmaymiz. Biz doim kambag'alni yonini olishlik ham xato, xuddi boyni yonini olishlik xato bo'lganga o'xshagan. Biz haqni yonini olmoqligimiz kerak. Ko'rinishda juda ko'p zulm bo'lgan narsalar borki, tekshirib qarasangiz, masalan, bir odam och yalang'och, hech narsasi yo'q. Juda oddiy narsalari bor. Bir odam juda badavlat, halol kasb bilan topgan. Shu odamni ikkita odam kelsa-ki, mana shu odam meni uyimga kirib o'g'irlik qildi desa, buni hech narsasi yo'q ekan, qanaqa qilib o'g'irlik qilgan bo'ladi? Seni hamma narsang bo'lsa deyishimiz noto'g'ri-da. Mumkin shu o'g'ridir o'sha. Shuning uchun har bir narsani biz avvalo maqsaddan boshqa tarafga yurdik. Biz Qur'oni Karimni mana bu to'g'ri o'zini Qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatning davomida: "Ey Davud, biz sizni yerga xalifa qildik. Odamlar o'rtasida haq bilan hukm qiling. Havoga ergashmang. Havoga ergashishlik Allohning yo'lidan adashtiradi sizni." deb mana bu oyatlarni keldiki, demak, yer yuziga xalifa bo'ladigan kishi bu xalifa, ya'ni inson, u bir tarafdan gapni eshitib hukm qilishligi xato edi. Agarchi u taraf haqqa o'xshab tursa ham. Mana bu oyatning ma'nosi shu. Mabodo shunday bu gapni men savol qilinishlik munosabat bilan shuni aytmoqchimanki, birodarlar, bu hech qanday xolis gap. Bu har bir o'zbekcha kitoblarni hammasini agar ko'ngillarda shubha bo'lishligi bilan avvalo shunday ulamolarni qalbiylar taskin topgan odamga murojaat qilmoqliginglar kerak. Qalbiylar taskin topgan odamdan, kitob va sunnatni bilgan odamdan tekshirib olishlik kerak. Hammamizga tavhid aqidasini nasib qilib, shu tavhid aqidasi bilan o'tib ketishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.